Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Nega ayrim pensionerlarning qo'liga tegadigan pensiya puli kamaygandek ko'rinyapti? Nega kimlargadir minglab so'm qo'shilgan? Kimlargadir esa atigi bir necha tiyin yoki juda kichik summa qo'shilgan. 2026 yildagi o'zgarishlar oddiy odamning cho'ntagiga qanday ta'sir qiladi? Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki oilamizda pensioner bor. Ertaga o'zimiz ham pensiya yoshiga yetamiz yoki hozir pensiya hujjatlarini tayyorlayotgan bo'lishimiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men qaysi holatda xavotir olish kerak, qaysi holatda esa bu oddiy qayta hisob-kitob ekanini aniq misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki pensiya, nafaqa, ish staji va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli tushuntirishlarni oddiy tilda berib boraman. Avvalo eng katta savolga javob beray. Pensiya haqiqatdan ham kamayadimi yoki odamning qo'liga tushadigan summa kamaygandek ko'rinadimi? Amaliyotda ikki xil holat bo'ladi. Birinchi holat, pensiyaning tayinlangan miqdori o'zgarmaydi, lekin bank kartaga tushgan summa oldingidan kamroq bo'lishi mumkin. Bunga qarzdorlik, aliment ijro hujjati, ortiqcha to'lab yuborilgan pulni ushlab qolish, bankdagi kredit yechimi yoki boshqa majburiy ushlanmalar sabab bo'ladi. Ikkinchi holat, pensiya qayta hisob-kitob qilinadi va ayrim ko'rsatkichlar aniqlashtirilgandan keyin to'lov miqdori o'zgaradi. Mana shu joyda ko'pchilik chalkashadi. Oldin qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiya miqdorini faqat umumiy oshirish bo'lganda kuzatardi. Masalan, minimal pensiya, bazaviy hisoblash miqdori yoki pensiya hisoblashdagi muayyan ko'rsatkichlar oshsa, odamlar pensiyam oshdi deb bank kartasidan ko'rardi. Lekin hamma pensiya bir xil foizda va bir xil summada oshmaydi. Kimning staji ko'p, ish haqi rasmiy ko'rsatilgan, sug'urta badallari to'liq yuritilgan bo'lsa, unga qo'shiladigan miqdor boshqacha bo'ladi. Kimning staji kam, ish haqi past rasmiylashtirilgan yoki ayrim yillari hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, unda oshish juda kichik bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgaryapti? 2026 yilga kelib pensiya tizimida asosiy e'tibor hujjatlarning aniqligi, elektron ma'lumotlar, ish stajining to'g'ri tasdiqlanishi, rasmiy daromadlarning hisobga olinishi va ortiqcha yoki noto'g'ri to'lovlarning oldini olishga qaratilyapti. Ya'ni endi daftarda yozilgan edi, korxonada ishlaganman, hamma biladi degan gapning o'zi yetarli emas. Pensiya uchun ish staji, oylik, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumoti, elektron bazadagi yozuvlar, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar bir-biriga mos kelishi kerak. Endi kim xavotir olishi kerak? Kim esa tinch bo'lishi mumkin? Shuni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi toifa pensiyasi ozgina oshganlar. Masalan, bir pensioner opamiz oldin 1000 million, 1020 million so'm olgan. Qayta hisob-kitobdan keyin 1000 million, 1023 so'm bo'lgan. Odam darrov xafa bo'ladi. Narxlar oshyapti. Menga esa 3800 so'm qo'shilibdi deydi. Bu holatda sabab shunday bo'lishi mumkin. Uning pensiyasi minimal miqdor atrofida bo'lgan. Staj talabi to'liq emas yoki ish haqi ko'rsatkichlari past bo'lgan. Pensiya oshishi umumiy e'lon qilingan raqam bilan bir xil sezilmasligi mumkin. Chunki har bir pensionerning hisob-kitob formulasi alohida. Ikkinchi toifa. Qo'liga kamroq pul tushganlar. Masalan, aka 1 million 800 so'm pensiya olardi. Bir oy kelib kartaga 1 million 620 so'm tushdi. U o'ylaydi, pensiyamni kamaytiribdi. Lekin tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, oldingi oyda ortiqcha 1 so'm to'langan yoki ijro byurosi orqali qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish boshlangan. Demak, pensiyaning tayinlangan miqdori 1 million 800 so'm bo'lib qolgan. Faqat qo'lga tegadigan pul vaqtincha kamaygan. Bu juda muhim farq. Siz birinchi navbatda menga tayinlangan pensiya qancha va kartaga tushgan pul qancha degan ikki savolni ajratib olishingiz kerak. Uchinchi toifa. Ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik men ishlasam pensiyam kamayadimi deb so'raydi. Bu masalada har doim amaldagi tartibni tekshirish kerak. Chunki ayrim to'lovlar, ustamalar yoki qo'shimcha nafaqalar odamning ishlayotgani, daromadi, ijtimoiy holati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin, lekin nogironlik, bog'chisini yo'qotganlik yoki kam ta'minlanganlik bilan bog'liq ayrim to'lovlarda qo'shimcha shartlar bo'ladi. 2026 yildagi asosiy xavf shundaki, elektron bazalar o'zaro solishtirilganda odamning ishlayotgani, daromad olayotgani, tadbirkorlik qilayotgani yoki boshqa manbadan pul tushayotgani ko'rinadi. Agar biror to'lov daromad yo'q degan shart bilan berilgan bo'lsa, keyin daromad aniqlansa,
ortiqcha to'lov qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 4-toifa ish staji bo'yicha muammosi borlar. Mana eng og'riqli joy shu. Masalan, bir opa 1930-yildan 1990-yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira korxona tugatilgan, arxivda ma'lumot topilmayapti. Agar shu 10 yil staj tasdiqlanmasa, pensiya hisobida katta farq paydo bo'ladi. Ba'zan odam men 10 yil ishlaganman deydi. Lekin hujjatda 22 yil tasdiqlanadi. Natijada pensiya kutilgandan kam chiqadi yoki qayta hisoblashda qo'shimcha staj qo'shilmaydi. 2026 yilda elektronlashtirish kuchaygani sari aynan shunday nomuvofiqliklar ko'proq ko'rinadi. 5-toifa oyligi rasmiy past ko'rsatilganlar. Bu masalani men juda ko'p tushuntiraman. Odam hayot davomida 5 million so'm olib ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda 1 million so'm rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa. Pensiya hisobida asosan rasmiy ma'lumot rol o'ynaydi. Qo'lga naqd olganman. Rahbar shunday bergan, o'sha payt hamma shunaqa ishlagan degan gaplar pensiya hisobida yordam bermaydi. Shuning uchun kimning rasmiy daromadi yuqori bo'lgan, sug'urta va soliq to'lovlari to'g'ri yuritilgan bo'lsa, uning pensiya miqdori nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Kimda esa rasmiy ma'lumot kam bo'lsa, unga qo'shiladigan summa ham juda kichik bo'lishi mumkin. Birinchi misol. O'lim aka 35 yoshda, umumiy staji 38 yil. Ishlagan davrda rasmiy oyligi yaxshi bo'lgan, mehnat daftarchasi toza, arxiv ma'lumotlari bor. Pensiyasi 2,7 ming so'm edi. Umumiy indeksatsiya yoki qayta hisoblashdan keyin unga 1,7 ming so'm qo'shilishi mumkin. Nega? Chunki uning bazasi katta, staji yetarli, hujjatlari aniq. Bunday odamlar ko'pincha minglab emas, 100 minglab so'm qo'shildi deydi. Ikkinchi misol. Halima opa 61 yoshda staji hujjat bo'yicha o'rindaka yil tasdiqlangan, qolgan yillari norasmiy ishlagan. Pensiyasi 9 ming so'm atrofida. Qayta hisoblash bo'lganda unga 15 ming yoki 25 ming so'm qo'shilishi mumkin. Opa xafa bo'ladi. Chunki bozordagi narxlar bilan bu pul katta yordam emas. Lekin hisob-kitob nuqtai nazaridan uning pensiya bazasi past bo'lgani uchun qo'shimcha ham past chiqadi. 3-misol. Rustam aka 1,5 million so'm pensiya oladi, lekin bank kreditidan qarzi bor. Bank bilan shartnomada kartadan avtomatik yechish bandi kiritilgan. Pensiya tushishi bilan 300 ming so'm kreditga ketadi. Aka oilasiga pensiyam kamayibdi deydi. Aslida pensiya kamaymagan, bank ushlab qolgan. Shuning uchun har bir pensioner bank ilovasidan yoki bank filialidan yechimlar tarixini olib ko'rish kerak. 4-misol. Bir pensionerga oldingi yillarda noto'g'ri ma'lumot asosida qo'shimcha ustama to'langan. Keyin tekshiruvda bu ustama hujjat bilan tasdiqlanmagani aniqlangan. Masalan, har oy 7 ming so'mdan 10 oy ortiqcha to'langan bo'lsa, jami 7 ming so'm ortiqcha to'lov chiqadi. Bu pul birdan olib qo'yilmasligi, bo'lib ushlab qolinishi mumkin. Natijada odam bir necha oy davomida kamroq pul oladi. U buni pensiyam kamaydi deb tushunadi, aslida esa ortiqcha to'lov qaytarilmoqda. 5-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila bor. Farzand o'qiyotgani uchun to'lov davom etgan. Keyin o'qish to'xtagan, akademik ta'til bo'lgan yoki yosh chegarasi tugagan, lekin ma'lumot vaqtida yangilanmagan. Elektron tekshiruvda bu aniqlansa, to'lov to'xtashi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Shuning uchun bo'quvchisini yo'qotganlik, nogironlik parvarish puli kam ta'minlanganlik bilan bog'liq to'lovlarda hujjatlarning yangiligi juda muhim. Birinchi nozik shart. Pensiya oshishi va ustama oshishi bir xil narsa emas. Ba'zi odamda asosiy pensiya oshadi. Lekin oldin berilgan qo'shimcha ustama kamayishi yoki bekor bo'lishi mumkin. Natijada umumiy summa uncha o'zgarmaydi. Masalan, asosiy pensiya 100 ming so'mga oshdi. Lekin avvalgi yaqin ming so'mlik vaqtinchalik qo'shimcha bekor bo'ldi. Odam faqat 20 ming so'm farq ko'radi. Shunda nega menga kam qo'shildi degan savol paydo bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Hamma pensioner bir xil mezon bilan hisoblanmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli, kompensatsiya to'lovi, bularning har biri alohida tartibga ega. Bir qo'shningizga 200 ming so'm qo'shilgan bo'lsa, sizga ham shuncha qo'shilishi shart emas. Qo'shningizning staji, oyligi, pensiya turi, ustamalari, oilaviy holati siznikidan farq qiladi. 3-nozik jihat. Minimal pensiya oshdi degan xabarni noto'g'ri tushunish. Minimal miqdor oshsa bu hammaning pensiyasi aynan o'sha summaga oshadi degan emas.
Minimal chegaradan past bo'lganlar o'sha chegaraga yetkazilishi mumkin. Minimaldan yuqorida bo'lganlarda esa boshqa formula ishlaydi. Shuning uchun televizor yoki internetda e'lon qilingan umumiy raqamni ko'rib, darhol menga ham shuncha qo'shiladi deb kutmaslik kerak. 4-chi nozik jihat, pensiya kartasiga tushgan pulni pensiya qarori bilan solishtirish kerak. Sizning asosiy hujjatingiz bank SMS xabari emas, pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash bo'yicha ma'lumotnoma. Bank kartasida turli yechimlar bo'lishi mumkin. Ba'zan kommunal qarz, kredit, aliment, ijro varaqasi, bank xizmati, karta bilan bog'liq ushlanmalar pulni kamaytiradi. Pensiya organi biz to'liq o'tkazdik deydi. Bank esa qarzingiz yechildi deydi. Shu sababli muammoni to'g'ri manbadan izlash kerak. 5-chi nozik jihat. Hujjatdagi bitta harf ham muammo chiqarishi mumkin. Familiya eski pasportda boshqacha, yangi pasportda boshqacha yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri bo'lsa, mehnat daftarchasida ism qisqartirib yozilgan bo'lsa, harf ma'lumotida otasining ismi tushib qolgan bo'lsa, tizim ma'lumotlarni avtomatik bog'lamasligi mumkin. Ayniqsa ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargani haqidagi hujjat juda kerak bo'ladi. 6-chi nozik jihat, chet elda ishlagan davrlar. Ko'p odamlar Rossiya, Qozog'iston, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan yillarini stajga qo'shishni xohlaydi. Lekin bu yerda xalqaro shartnomalar, rasmiy ish, to'langan badallar, hujjatlarning tan olinishi masalasi bor. Norasmiy ishlagan davrni pensiyaga qo'shish juda qiyin. Rasmiy ishlagan bo'lsangiz ham hujjatlarni tarjima qilish, tasdiqlash, so'rov yuborish talab etilishi mumkin. Bu bir kunda hal bo'ladigan ish emas. 7-chi nozik jihat, nogironlik guruhi o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. Masalan, 2-guruhdan 3-guruhga o'tgan odamning to'lovi kamayishi mumkin. Aksincha, holat og'irlashib guruh o'zgarsa, to'lov oshishi mumkin. Shuning uchun tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi qayta ko'rik muddati, nogironlik muddati tugagan-tugamaganini albatta kuzatish kerak. Agar muddat o'tib ketsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. 8-nozik jihat, ortiqcha to'langan pul har doim ham pensioner aybdor degani emas. Ba'zan xatolik tashkilotda, ba'zida yoki ma'lumot uzatishda bo'ladi. Lekin qonuniy jihatdan ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi ko'tariladi. Shuning uchun sizga tushayotgan pulda g'alati ko'payish bo'lsa ham xursand bo'lib sarflab yubormang. Masalan, har oy 1000 bilan 200 ming oladigan odamga birdan 2400 ming tushsa, avvalo sababini so'rang, keyin bilmagan edim deyish qiyin bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qism siz nima qilishingiz kerak? Men aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam. Oxirgi 6 oylik pensiya tushumlaringizni tekshiring. Bank ilovasidan ko'ring yoki bankdan ko'chirma oling. Har oy qancha tushgan, qancha yechilgan, qayerga ketgan, hammasini yozib chiqing. Agar kartaga tushgan summa kamaygan bo'lsa, avval bank yechimlarini tekshiring. Balki pensiya to'liq tushgan, faqat keyin kredit yoki qarzga yechilgandir. 2-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiyamning tayinlangan miqdori qancha, qayta hisob-kitob bo'lganmi? Qanday ushlanma bor deb so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Iloji bo'lsa yozma ma'lumotnoma so'rang. Chunki keyin boshqa idoraga murojaat qilganda sizga hujjat kerak bo'ladi. 3-qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, bularning nusxasini alohida papkaga joylang. Hujjat yo'qolsa yoki bazada xato chiqsa, shu papka sizni qutqaradi. 4-qadam, ish stajingizni oldindan tekshiring. Pensiyaga chiqishga hali 2-3 yil bo'lsa ham kutmang. Qaysi yillar tasdiqlangan, qaysi yillar bo'sh qolgan, qaysi korxona tugatilgan, arxiv qayerda, shuni hozirdan aniqlang. Eng ko'p xato odam pensiya yoshiga yetgandan keyin yugurishni boshlaganda bo'ladi. Arxivdan ma'lumot olish vaqt oladi. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini topish kerak. 5-qadam, agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma ariza bering. Arizada oddiy qilib yozing. Mening pensiya miqdorimni qayta tekshirib berishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang.
6-chi qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Tuman bo'limi javobi yetarli bo'lmasa, viloyat darajasiga yoki tegishli respublika organlariga murojaat qilish mumkin. Bunda hissiyot bilan emas, hujjat bilan gapirish kerak. Menga kam berishyapti deyishdan ko'ra 1999-1994 yillardagi stajim hisobga olinmagan. Mana arxiv ma'lumoti desangiz, natija bo'lish ehtimoli ancha yuqori. 7-qadam, ijro hujjatlari bor yo'qligini tekshiring. Ba'zan pensioner aliment, kredit, soliq qarzi, kommunal qarz yoki sud qarori bo'yicha ushlanma bo'layotganini bilmaydi. Majburiy ijro organlaridan yoki elektron xizmatlardan o'zingizga nisbatan ijro ishi bormi yo'qmi tekshiring. Agar ushlanma qonuniy bo'lsa, uning miqdori va muddati aniq bo'lishi kerak. Agar xato bo'lsa, uni bekor qilish uchun ariza beriladi. 8-qadam, bankdagi avtomatik yechimlarni nazorat qiling. Ayrim pensionerlar bank kartasini kreditga bog'lab qo'ygan bo'ladi. Pensiya tushishi bilan pul ketadi. Bankka borib shartnomangizni ko'ring, avtomatik yechim shartlarini so'rang. Agar oila a'zolaringiz kartangizdan foydalanayotgan bo'lsa, ularning to'lovlari ham sizning pensiyangizdan ketayotgan bo'lishi mumkin. 9-qadam, hech qachon vositachilarga ishonib pul bermang. Pensiyangizni oshirib beraman. Arxivsiz staj qo'shib beraman. Tanishim bor degan gaplar juda xavfli. Pensiya faqat hujjat va qonuniy tartib asosida oshadi. Agar kimdir pul so'rasa, bu sizni aldash bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy ariza, rasmiy javob, rasmiy hujjat. 10-qadam. Har yili kamida bir marta pensiya ma'lumotlaringizni tekshiring. Ayniqsa 2026 yilda o'zgarishlar, elektron tekshiruvlar, bazalarni solishtirish kuchaygan davrda odam o'z hujjatini o'zi nazorat qilishi kerak. Pensiya masalasida o'zi to'g'ri bo'lsa kerak deb yurish yaramaydi. Bir yillik xato keyin katta summaga aylanadi. Yana bir muhim maslahat: agar oilangizda keksa ota-onangiz bo'lsa, ularni yolg'iz qoldirmang. Ko'p pensionerlar bank SMS'ini tushunmaydi, ilovadan foydalanmaydi, qaysi idoraga borishni bilmaydi. Siz farzand sifatida ularning bank ko'chirmasini, pensiya ma'lumotnomasini, hujjatlarini tekshirib bering. Ba'zan 10 daqiqalik tekshiruv bilan bir necha oylik muammo aniqlanadi. Demak, pensiya kamaygandek ko'rinsa, darhol vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval tayinlangan pensiya miqdorini, keyin kartaga tushgan summani, keyin ushlanmalarni tekshiring. Kimning hujjati to'liq, staji aniq, rasmiy oyligi yaxshi bo'lgan bo'lsa, 2026 yildagi qayta hisob kitoblarida yutishi mumkin. Kimda staj, arxiv, oylik ma'lumotlari yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha noaniqlik bo'lsa, albatta hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Eng muhimi, har bir so'mning sababiy bo'lishi kerak. Nima qo'shildi, nima ushlab qolindi, nima bekor qilindi. Buni yozma ravishda bilishga haqqingiz bor. Sizda ham pensiya kamaygandek bo'ldimi yoki aksincha juda oz qo'shildimi? Izohlarda yozing, qaysi viloyatdansiz, pensiya turi qanday, taxminan qancha o'zgarish bo'ldi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Pensiya masalasida bilgan odam yutqazmaydi. Hujjatini nazorat qilgan odam esa o'z haqqini talab qila oladi.